Ummu Osim aytadiki, Utbaning qo'lida 4 ayol edik, 4 kundosh edik. Har birimiz xushbo'y ishlatishni ko'p qilardik, Utbaga yoqish uchun, kundoshimizdan oshib tushish uchun. Juda ko'p xushbo'y ishlatardik. Lekin Utba bor yo'g'i dehin, yog', dehinni soqolga surib qo'yardi. Shu bilan uning xushbo'yligi hammamizdan ortiq bo'lardi. Utba ko'chaga chiqsa, odamlar hamma unga boqardi va hamma Utbaning xushbo'yligidan ortiq yo'q deyishardi. Bir kuni men so'radimki, bu qayerdan bu sizga bunday holat hojam desam, Utba aytib berdi. Yoshligimda shara degan bir kasal yo'qdi menga, teri kasalligi. Va Rasulullohga bordim. Rasululloh tabib bo'lganlarmi? Ha do'stlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning zihnlarida tabib ham bo'lganlar, murabbiy ham bo'lganlar, ustoz ham bo'lganlar, boshliq ham bo'lganlar. Har maslahatchi ham bo'lganlar, oqsoqol ham bo'lganlar, rahbar ham bo'lganlar. Har qanday masala bo'yicha Rasulullohga murojaat qilganlar. Utba aytayaptiki, men badanda teri kasalligi chiqdi, shara degan. Rasululloh alayhisolamga bordim, shikoyat qildim. Shakavtu deydi, shikoyat qildim. Shunda u zot menga kiyimingni yeyish dedilar. Kiyimimni yechib, avratini yopib o'tirdim. U zot qo'llarga ufurib, nafas urib, qornimdan va yelkamdan qo'llar bilan siladilar. Darddan fori bo'ldim. Mening badandan chiqadigan xushbo'y hid Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llaridan qolib ketgan o'sha hiddir deganlar. Bunday rivoyatlar ko'p do'stlar. Nima uchun yetimlar boshlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga silatishga qiziqishardi? Shariati islomda yetimni boshini silashga targ'ib qilingan. Payg'ambar alayhisalom bir yetimning boshini silaganlari mashhur voqea. O'sha yetimni hamma boshidan keladigan xushbo'y hiddan doim tanirdi-da, ha bunga Rasulullohning qo'li tekkan deyishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan ko'chadan u zot o'zlari ko'rinmas edi, iforlari havoda turardi. Subhanalloh, u zotdan qolgan hamma asarlarda xushbo'ylik bor. Kuni kecha hajdan qaytishimda Istanbulda muqaddas omonatlarning ziyoratiga bordim. Payg'ambar alayhisalom o'sha yotgan to'shaklardan bir parcha. Hatto u zotning qabrlari supurilgan, hali pilisos qilingandagi chang. Hatto shundan ham xushbo'y keladi. Hatto supurilgan changdan xushbo'y keladi. Hali xurmo po'stlog'idan qilingan to'shaklarning bir parcha qolgan xushbo'y keladi. Imom Husayn radhiyallohu alayhissalom Payg'ambar alayhisalomning ahli bayti alayhissalom deyiladi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi sahih Buxoriyda Hazrat Alini, Fatima onamizni, Husaynlarni alayhissalom deb zikr qiladi. U kishining qonlari tekkan ko'ylakdan bir parcha bor. Karbalodagi ko'ylak parchalaridan hidlasangiz xushbo'y bir hid bor. Hamma narsa shunday. Har u zotga tegishli narsada. Subhanalloh.